Встречники tosko aka deb gapirganiga yoqmagan. Meni bilan chekkiga ol degan, короче, mashinasini oldirtirgan. Jeton nomeri yo'q, body kamera yo'q. Menga o'sha meni migalkam yoquv edi deb yotibdi-da. Va seni migalkang yoquv bo'lgani bilan sen tovush chiqarmayapsan. Sirena chalayotgani yo'q. To'g'rimi deyapman-da. Yana hurmatli haydovchi bir bor oladi, men gapni chalg'itib tashyapti-da. Migalka yoqib yurishi, strechni yursa ham bo'lar ekan. Bunga strechni yuribsan desa, bu menga na prinsip qilib, o'sha tonirovkaga olib keldi, remenga yopishdi, u qildi, bu qildi deb gapirdim-da. Односторонний yo'lda kelayotgan mashinani yo'lini to'sib qo'yganda, keyin oldma olib turib qo'yganda встречники tosko aka deb gapirganiga yoqmagan. Meni bilan chekkiga ol degan, короче, mashinasini oldirtirgan. Dokumentlarni tekshirgan, remesiz harakatlanib kelyotganding deb qo'llashni boshlagan xullas. Yonida sherigi o'tirdi-da, yuring dedi. Meni asbob uskunalarimni otdi, sherigimning mashinasida o'shanda tekshiramiz dedi, otdi. Tonirovkaga o'zi pretenziya qildi. Tonirovka o'tda oldidagi 71%, 72% gacha yorug'lik o'tkazadi, ya'ni orqadagi o'zi tekin, o'zi puli ham to'langan edi. Oldingi yil hali so'rovga ham o'tmagan. Oldidagi 14 santimetrga ham o'zi pretenziya qilyapti-da. O'sha videoda bunday qarasangiz, bunday oldi deb bunday ko'rsatayotgan joyi bor. O'shanga pretenziya qildi keyin. Remenga shtraf to'ladi, yozdirdi, короче, o'sha inspektorga berdi-da dokumentlarimni. Remenga yozdirdi oxirida. Mayli aka deydi, ozgina spor bo'ldi. Men ham bo'sh kelmadim-da. Menga o'sha meni migalkam yoquv edi deb yotibdi-da. Va seni migalkang yoquv bo'lgani bilan sen tovush chiqarmayapsan. Sirena chalayotgani yo'q. To'g'rimi deyapman-da. Yana hurmatli haydovchi bir bor oladi, men gapni chalg'itib tashyapti-da. Men tyordi bilyapman, gapni masalani indallosini men strechni yuribsan desam-chi, boshqa temaga o'girib yuryapti-da. U hamda videoda kamerada shogird o'sha yonimga o'tirgan videoga olyapti-da. Anaqa men shtraf tortishmas, lekin ko'rsatmoqchiman-da, shu hamma kanallarga tortib YouTube'largacha qo'ymoqchiman. Mana shu odam qahramonimni kecha bildim to'g'rirog'i. Anaqalarga chiqarar ekan-ku, videolarga nima televizorlarga chiqarar ekan. Oka siz televizorga chiqarsa, efirga qo'ysa, "Va mendan so'ra menga dedim, televizorni ham ko'rmayman" dedim-da. "Xohlasangiz bijir qo'yamiz" dedi. "Yo'q" dedim. "Xohlasang qanday xohlasang shunday. Lekin dedim, bitta ham gapimni dedim, kesmagin dedim. Mard bo'lsalaring, erkak bo'lsalaring kesmaysanlar dedim. Bo'lmasam dedim, men na prinsip ketaman dedim. Kamerangni menga qarat, olib kel dedim. Mana dedim. Bitta gap bor-ku, maqol bor, domla siz nima siz ham shariatga ham, qonunga ham to'g'ri kelaveradi. Biz nima qilsak noto'g'ri bo'lib qolaveradi deb turib, mana shu gaplarni gapirib, mana buni dedim, migalka yoqib yurishi, strechni yursa ham bo'lar ekan. Bunga strechni yuribsan desa, bu menga na prinsip qilib, o'sha tonirovkaga olib keldi, remenga yopishdi, u qildi, bu qildi deb gapirdim-da. Unda chora ko'radigan odam bormi deb shu kamerasiga qarab gapirdim. O'shandan keyin bir o'sha gaplarimni gapirib bo'lgandan keyin sekin kamerachi sekin o'chirib, sekin nariroqga ketdi. Keyin bu menga yaxshi gapirishni boshladi. "Aka, omulangiz bor ekan, unaqa ekan, yomon odam emas ekansiz, juda xafa bo'lmang" dedi. Menga qarang dedim, "Do'stim" dedim, "xafa bo'lish" dedim, "erkak kishiga yarashmaydi" dedim. "Bunaqa gaplar esa menga gapirmang" dedim shartta. O'sha yerda odamlar to'planib ketdi-da, bir 8 ta 9 ta odamlar bo'libdi, tomosha qilishni boshlashuvdi. Sekin bu "Aniyoqqa oyoqqa boringlar" deb Toshkent gastinsani nariga burchagiga olib bordi-da, Sum tarafiga. Shu yerda ham bitta gaylar turadi-yu, Sum bilan shu Toshkent gastinsani atrofida. Shu yerga olib borib, o'zi keyin kamerachini shogirdiga kamerani oldi dedi. Kamerani oldi, xuddi meni cho'chib ketaman, qo'rqib ketaman deb o'yladi shekilli. Menga qarang dedim, "Yo'q, siz gapiring" dedim. "Yo'q, men gapiray" dedim. "Oldin" dedim, "eshitishni biladigan odam" dedim, "gapirish kerak birinchi. Mayli qani" dedim. "Gapirgin bo'lmasa, men seni eshitaman" dedim.